Astronomiklar, sizlar bilan Riverchik. Men Vijvaniyani 5-qismini olishga vaqt topdim. Bugun vaqtim VIP. Shuning uchun kanalda 44 ta yoki 45 ta video bo'lgan bo'lsa kerak. Kirib ko'rganim yo'q hozir. Meni asosiy maqsadim hozir shu videolar sonini 55 taga ko'tarish. Bizga kanalda 29 ta bo'ldik. Bittagina yetmoqda 30 ta bo'lishimizga. Shuning uchun menga poddesha kerak. Poddesha qoriylar. Bola aytganimdek, Skyblock 31-dekabr kuni chiqadi. Yozib olish esa chiqqan. Dragonni urgan edik. Bola bizga menimcha yog'och kerak bo'ladi. Bu havolar shunaqada qaramay turgan paytingda raqsga tushadi, qaragan paytingda tushmaydi. Odam asabini buzadi shunaqa. Mana. Ana buzoq. Qo'yam. Bayram xuddi. Bugun menga sizlarga emas. Joyga o'shacharoq qilib beraman. Bu chunki endi men prosta tashib ketmayman. O'tgan qismda temir aslahali bo'lmagandim. Ya'ni o'tgan birinchi sezon chankda. Shuning uchun bu safar temir aslahali bo'lishga harakat qilaman. Biz hozir qaytamiz. Bola, men mana shu joyga o'tishni juda ham istadim. Chunki bu yog'i parkour sivilizatsiyasi, men buni bilaman. Eski chankda naryoqqa o'tsak parkour sivilizatsiyasi bo'ldi. Lekin qiyshiq. U yerdan hamma ham o'tolmaydi. Suvda parkour qilishdi. Suvda parkour qilish azob. Videoni oxirida borib ko'ramiz. O'sha yoqqa. Kim birinchi sezonni ko'rmagan bo'lsa, albatta uni ham ko'ringlar. U kanalda.
uyimizlari shakli normalniy chiqdi. Mana bu ikkita burchak, mana bu burchak. Mana bu burchak, mana bu burchak. Qani endi let's go borib ko'ramiz. To'xtaylik. Tuxumni qo'yib. O'ttiz avratganda kichkina jo'ja chiqdi. Agar bu safar ham olsam chiqsa, qo'limni qilishtiradi. Yo, men boshim ko'rdi. Chiqmadi ya. Yoki shuncha molim bor. Yahoo! Bolaman o't oldim. No, u yog'iga borish uchun asosiy damlama kerak. Bu damlamani biz videolarimizda yasab boramiz. Mana biz o'tdik. Mana. Cho'kib ham ketayotganmiz juda. No, bu yoqda cho'kish mumkin. Asosiysi biz parkur sivilizatsiyasiga o'tdik. Barchaga tomosha qilishga rahmat. Sizlar bilan reversh bo'ldi. Barchaga xayr.